Yo'q, botoks degani bu labni shishirish emas, labni shishirish bu konturniy plastika deb ataladi. Xalqning ichiga shunaqa bir gap yuradida, botoks qildiraman labimni deb keladi. Aslida bu labni botoks qildirilmaydi. Ya'ni konturniy plastika qilinadi. Aslida labni shishirish va shaklini o'zgartirish bu konturniy plastika deb ataladi. Botulinoterapia umuman boshqa muolaja. Bu именно botoks preparati yordamida mышечный расслабление beriladi. Ya'ni qisqargan, напряженный turgan muskullar yumshatilishi hisobiga ajinlar ochiladi. Ko'pchilik shu muolajani zararlimi deb o'ylaydi. Zararlimi deb o'zimga ham savol berishadi. Aslida bu muolaja zararli emas hech qanaqa. Botulinoterapia faqat o'sha mushaklarni yumshatishning hisobiga ajinlarni yo'yaveradi. Bu naborot foydali. Organizmga agar to'g'ri qo'llanilsa hech qanaqa побочный действияларni bermaydi. Sababi o'sha nevroz kasalliklariga yoki bir o'ta og'riqli muammolarni bartaraf etadi yoki ko'proq nervni bo'lib yurgan kishilarga hatto botoks olganda nervlarni spokойно qilib beradi. Ayniqsa o'sha напряженный holatni bartaraf etadi sizda. Foydali tarafi juda ham ko'p botulinoterapia. Yana sizni qarishingizni 10-15 yilga oldini oladi. Shaxsan o'zimga botoks protsedurasiga yozilib keladigan patsientlar juda ham ko'p.